Komil Sindarovning Kechikkan qasos kitobi. Roman voqealari Tog'ayevlar oilasining birin-ketin sodir bo'layotgan fojialar atrofida rivojlanadi. Bank boshqaruvchisi Zuhriddin Tog'ayevning vahshiylarcha o'ldirilishi, uning xonadonidagi a'zolarining o'limi, jumladan xonadon bekasining kasallikdan vafot etishi, o'g'lining avtohalokatga uchrashi va qizining norasida go'daklar bilan birga vafot etishi oilaning baxtsizlikka uchraganini ko'rsatadi. Bunday holatlar tasodifmi yoki biror kishining qasddan amalga oshirgan ishimi? Tergovchilar Faxriddin va Sanjarbek bu murakkab ishni o'rganishga kirishadilar. Asarda inson qalbidagi chuqur alam, yillar davomida to'plangan nafrat va kechirishni uddalay olmaslik kabi murakkab tushunchalar o'rganiladi. Roman orqali yozuvchi qasos olishning adolatni tiklashmi yoki yangi jinoyatga qo'l urishmi ekanligini savolga qo'yadi. Qasos oluvchi shaxsning niyatlari muqaddas bo'lishi mumkin, ammo bu orqali u yangi fojialarga sabab bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Roman davomida qahramonlar doimiy ravishda axloqiy tanlovlarga duch kelishadi. Tergovchilar haqiqat va manfaat o'rtasida, qasos oluvchi kechirim va jazolash o'rtasida, oila a'zolari rostgo'ylik va yashirin jinoyatlar o'rtasida tanlov qilishadi. Bu tanlovlar ularning ruhiy holatini, ichki dunyosini ochib beradi. Inson ruhi va undagi ziddiyatlar, xatolar va pushaymonliklar roman davomida tahlil qilinadi. Tog'ayevlar oilasi tashqaridan boy va ko'rkam ko'rinsa-da, ichki muammolar, o'tmishdagi sirlar, yolg'onlar, adolatsizliklar bu oilaning qulashiga olib keladi. Asarda oila jamiyatning kichik bir modeli sifatida ko'rsatiladi. Oiladagi nosog'lom muhit jamiyatdagi katta muammolarning ko'zgusi bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Kechikkan qasos. Bu shunchaki jinoyat detektivi emas. Bu inson ruhiyatidagi zulm, adolatsizlik, kechirim, nafrat va qasos kabi og'ir tushunchalarni o'z ichiga olgan murakkab asar. Asar orqali muallif quyidagilarni o'rgatadi. Har qanday jinoyat, hatto u adolat uchun qilingan bo'lsa ham, oqibatda begunohlar uchun fojia keltiradi. Inson har doim kechirish bilan qasos o'rtasida tanlov qilinadi. Biroq har ikkisi ham qiyin. Oila jamiyatning oynasi. Undagi nosog'lom muhit jamiyatdagi katta muammolarning ko'zgusi bo'lishi mumkin. Kechikkan qasos. Tergov va sirli voqealarni birlashtirgan o'zbek detektivi. Murakkab oilaviy drama. Psixologik xarakterga asoslangan tergov silsilalari orqali syujet yanada qiziqarli ko'rinadi. Agar siz jinoyat ishlarini izlashni sevuvchi o'quvchi bo'lsangiz, bu asar siz uchun juda ham mos.